Assalomu alaykum hurmatli Ijtimoiy baraka uylarda obunachilari. Bugun biz yana sentrali mahallalardan biri, aynan o'sha eng trendovый ko'chalardan biri Furqat ko'chasiga joylashgan umumiy maydoni 6 so'xdan iborat uy joyimizda reklamasiga yana tashrif buyurdik. Bu joyimizda avvalan bir reklama qilgandik. Aytib o'tganimizdek, lokatsiyasini chiroyli qilib tushuntiradigan bo'lsak, mana bu yo'ldan to'g'ri kelaverishda, mana Dehqon bozoridan kelaverishda, xo'p, Uglovoy tomondan birinchimiz, ikkinchi uy. Mana bu yoqdan chiqib ketishda park joylashgan, parkka bemalol borib, istirohat bog'i ham juda ham yaqin. Ko'rib turganingizdek, kottejlar va bu yoqqa o'ng tomonga burilishda o'zi masjid yaqin, bozor yaqin, sentr yaqin. Bunaqasiga joylashganda davlat idoralari, istirohat bog'i, maktablar, bog'cha, litsey, xullas kalom bir so'z bilan aytganda hammasi juda ham qulay va yaqin lokatsiyada joylashgan. Mahallamiz juda ham tinch, sokin. Aytib o'tganimizdek, bu ko'chamiz ham juda ham yaxshi bir ziyoli ko'chalardan biri. Ko'chaga uy qarshi joylashgan, umumiy maydoni 6 so'xdan iborat. Va xonalar sonini aytadigan bo'lsak, umumiy 6 xonadan iborat. Juda ham chiroyli xonadonimizda. Videosini uzatamiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Kiraverishimizda darvozaxona kengishgina, ikkita avtomobil bemalol sig'ib ketadigan darvozaxonamiz joylashgan. Xo'p, birinchi ichkarilarda to'liq ravishda ko'rsatib o'tamiz. Bu xonadonimizni aytib o'tganimizdek, hozir kengroq tushuntirib o'tamiz. Avvalo bu yerga tashrif buyurganmiz. O'sha tashrif chog'ida mana umumiy terasga, ya'ni o'sha quyosh tushadigan va darvozaxonaga qaragan romgiga to'rt qushimiz ham bor ekan, bonusga tashlab ketaman deyapti. Xo'p, bu yerda yotoqxonamiz joylashgan. Endi yo'q-yo'qlarni to'g'rilab, remontchilarini suvit yoqqan foydasi yo'q ekan, baribir. Endi bu yoq parda qopib, nima qilingan, yopilgan. Ko'rib turganingizdek, bu yotoqxona. Xo'p. Tashqariga qaragan ikkita romga ega mehmonxonamiz joylashgan. Endi tepa patologini bitta gipsakarton qo'ysa, yangi xonadon bo'ladi. Endi bu xonadonni olgandan keyin ham baribir bir sarama misol uchun yangi xonadon bo'lgan bilan o'sha olgan inson, o'sha xonadonni sotib olgan inson baribir u yoq bu yog'ini to'g'rilab o'ziga moslashtirib oladi. O'shaning uchun imorat eski ekan, yo'q bu yoq deganlar uchun aynan to'g'rilab olish imkoniyati. Xo'p, bu yerda ham yana bitta mehmonxona umumiy bir 30 ta odamni bemalol bag'riga sig'dira oladigan kenglikdagi chiroyli mehmonxona. Bitta o'sha kamchilik bu yerda o'sha devoriga bitta rang yoki bo'lmasa обои qilsangiz ham bo'ladi moslashtirib. O'sha aytganimdek bitta patologini chotni splashnoy patolog gipsakarton qoqib chiroyligina bitta fasonchani berib qo'ysa, mana bu detskiy xona ekan. O'sha bolalar yotoqxonasi. Tashqariga qaragan romga. Detskiy kishi bemalol sig'ar ekan, misol uchun ikkita farzandingiz bo'lsa bemalol sig'dirsa bo'lar ekan. Juda ham kengish, to'g'risini aytganda. Endi hozir kecha kunduz ham odam yashab o'zimiz ham kelib qarab shunaqa qilib yuribmiz. Lekin aksariyat hollarda uncha turmayapmiz. O'shaning uchun yo'q baribir shilingan, qo'porilgan joylari bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shuni evaziga bir remont qilib olsa yaxshi bo'ladi deyishyapti. Mana bu yerda kotel xonamiz joylashgan va bu yerda ham bitta xona bor ekan. Endi bu yerda ham bitta remont qilib olsa, bu yerda ham bitta xona bo'lar ekan. Chiroyligina qilib bitta remontchasini qilib. Xo'p, endi oshxonamizga tashrif buyuramiz. Огород ishlataman. Endi bu uyda to'g'risi Ishtixon sharoitida bunaqangi uylar, bunaqangi joylar juda ham kam chiqadi. Nimaga deganda hozir ko'pchilikda огород bunaqangi ular yo'q-da. Mana bu yer oshxonamiz. Oshxonamiz ko'rib turganingizdek, mana bu yerda pishirib kuydirib bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda o'tirib bemalol yeb ichadigan sharoit bo'lsa bo'lar ekan. O'zi shunday qilingan. Yo'q bu yog'ini remont qildirsangiz, hamma narsasi ulangan, uстановка qilingan, issiq suv, sovuq suv. Xullas kalom bir so'z bilan aytganda, mana bu yerda dushovoy kabinasi, ya'ni sanujelimiz joylashgan. Mana bu yerda ham ko'rsatib o'ting, bu yerda tepasi cherdak ekan. Qulayliklar juda ham bisyor bu yerda, faqat kelish kerak. Narx-navosini hozir oxirida aytib o'tamiz. Skidka narxda bo'lyapti. O'shaning uchun tezroq uspet qilish kerak, чтобы olib qolishga, ya'ni hozirgi kecha kunduzda 6 so'tlik kottej uylarimiz ham o'sha bir 80, 90, 100 degan bir pallada aynan siz lokatsiyasi o'sha ham qulay, ya'ni Ishtixon qoq markazini ham markazida joylashgan xonadonda arzimagan pulga olib qolishingiz imkoniyati juda ham kattaroq. Xo'p, bu yerda 3 ga bo'lingan, ya'ni
o'g'limiz bor deyapti. Ya'ni bu yoqda ham o'sha kerak emas narsalarni qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, qo'y boqaman desangiz ham bo'ladi, mana bu yerda mol boqsangiz bo'ladi. Mana sharoitchalarni zo'r qilib qo'ygan. Mana bu yoqda o'tin hamma narsa bor ekan. O'tinlarni ham berib ketadi. Olinglar deydilar. Va eng asosiysi buni tepasida ham somon-pomon qiladigan bor. Ichkarilarni bitta ko'rsating, operator. Mana tepasi o'sha somonga moslashtirilgan, ya'ni o'sha bolaxona deyiladi-yu bizlarda. Bolaxonasi bor. Bu joylashgan, ya'ni o'sha anodiga chiqarilgan. Oshxonaniki. Xohlasangiz mana bu yerga kelib 1000 ta nima turnika tortinib bersangiz, yana ham kelishtirib beradi. O'shaning uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Albatta o'zimizda ham nomerlarni qoldiramiz. Bu tomonni ham ko'rsatib o'ting, bu tomonni ham joyi bor ekan operator. Ya bismillah. Uzumlarni qarang mana. Qaraydigan odam yo'q deyapti. Kelish kerak, prosta tak. Mana bu joylarni bir obod qilib, chiroyli qilib, ekin-tekinlarni ekib, suvchilarni sepib qo'ysa, bu tomon hojatxonasi ekan. Yana hojatxona joylashgan. Mana bu yerga bitta supachani qo'yib qo'ysangiz, bu yerda bir gurkiratib qo'yib. Xo'p, endi narximiz qanday deganlar uchun narx-navoni aytib o'tadigan bo'lsak, hozir kecha kunduzda bu uyimizda narx-navosini aytishdan oldin lokatsiyasini yana bir marta eshitmagan, ya'ni shu o'tkazib ko'radiganlar uchun eng tushuntirib o'tamiz. Ya'ni Shitxon shahri, Qarag'oyli mahallasiga qaruvchi umumiy maydoni 6 sotixdan iborat va ko'chasini ham tushuntirdik. O'sha bozorning pastidan tushib kelishda Furqat ko'cha, ya'ni eng trendvoy ko'cha Shitxonda. O'sha Furqat ko'chasi deganda odamlarning ko'z o'ngida juda ham obod, juda ham chiroyli ko'chalar tasavvuriga ega bo'ladi. O'shaning uchun gaz, svet, suvdan muammo yo'q, dokumenti 100% toza. Faqat endi yoqda kamchiligi bo'lishi mumkin. Uy nima uchun? Endi o'sha ko'p turilmagan evaziga o'sha qarov yo'q baribir. Bu yerga ham kimdir kelib turish kerak. O'shaning uchun bizning o'zimizda atdeni o'zimizning uyimiz bor. Bu yerga kelib kimdir turish uchun yoki kvartira qo'yib qo'ysak ham rasvo bo'lib ketmasin deb shu holatda turibdi. Lekin kimdir olsa, obod qilsa, yaxshi bir yashasa, nur ustiga a'lo nur. Chunki bu uyda ham xonadonda ham uyda egasi, ya'ni o'zini sohibi bo'lsa, uy albatta kundan kunga yosharadi. Hech kim yashamagandan keyin u ham o'zidan o'zi yeb bitirib xafa bo'lib, kundan kunga qarib, xuddi insondek xafa bo'lib, kundan kunga qarib boraveradi. O'shaning uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Bu uyimizda avval videosini balkim ko'pchilikka tanish tuyulgandir. Ya'ni bu yerda avval biz umumiy 100 ming dollarga qo'ygandik. O'sha 6 sotixlik kottejlarni va qolaversa 6 sotixlik joylarimizni hisob-kitobini olib, o'sha xonadon sohibi ham o'sha 6 sotixlik kottejlar hozir kecha kunduzda nech pul degan joyga bizga 100 ming dollar qo'yilgandi umumiy bahosi. Endi srochniy pul kerak Shodiyorjon, mayli ukajon, agar siz tomondan kimdir keladigan bo'lsa, kelishtirib berib yuboraman degan joyiga, mana Shitxon barakali uylar jamoasi yoki Shodiyor Baxtiyorov nomidan chiqdik desanglar, kelamiz, olib kelamiz, ko'rishtirib baraka qilib beramiz. Umumiy 76 ming dollarga tushirdim deyapti. Bu hali bunaqangi narxda aynan bu lokatsiyada joy topishingiz juda ham qiyin, chunki bir sotiq pusto yerini o'zi hozir kecha kunduzda 7 ming dollar deyishyapti. Endi 6 sotiqda pulini chaqib, o'sha pusto yerga pulini chaqsangiz va imoratni o'ziga qolgan pulga mana bunaqangi imorat sola olmaysiz. Bu aniq narsa, aniq fakt, aniq hisob-kitob. O'shaning uchun kimdir uy joy qilib yurgan inson bu gaplarimni ma'nosini tushunadi. Tezroq uspet qilib qolish kerak. Bunaqangi skidka kam bo'lishi mumkin. Birdan ketib qolishi mumkin. Video chiqqandan keyin o'sha birinchi qo'ng'iroq qilgan odamga yana ham o'tib beradigan joyim bor, surpriz dedi. O'shaning uchun ana shu 1000 ta turnik tortingan insonga 76 dan yana 1000 dollar tushib beraman deyapti. 1000 tani tortinib tashlang, 75 mingga uyda oling. Zo'r-ku bu sensatsiya. Tezroq xaloqaga chiqish kerak. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov